Assalomu alaykum. Rossiyada patent olish uchun rus tili imtihonidagi savollar yangilandi. Shu vaqtgacha 11 ta variant bor edi. May oyidan boshlab yana 5 ta variant qo'shildi. Bugungi video darsligimizda ushbu variantlardan bitta variantini savollarni o'rganib chiqamiz va ushbu savollarga to'liq javob berishni bilib olamiz. Bu yangilikni ko'pchilik eshitmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ushbu video darslik bilan Rossiyaga ketmoqchi bo'lgan va Rossiyadagi patent imtihoniga tayyorlanmoqchi bo'lgan tanishlaringiz bilan albatta bo'lishing. Siz bizni qaysi shahardan kuzatyapsiz? Albatta, izohlarga yozib qoldiring. Вариант 16. 16 variant. Audirование. Audio ovozda quyidagi gap aytiladi. Здравствуйте. Я хотел бы записаться к стоматологу на завтра. Добрый день. К сожалению, мест нет. Могу записать вас на вторник. Assalomu alaykum. Ertaga stomatologga yozilmoqchi edim. Xayrli kun. Afsuski, joy yo'q. Sizni seshanba kuniga yozishim mumkin. Endi savol. Они говорят, ular qayerda suhbatlashyaptilar? В polikliniке. Poliklinikada javobini belgilaymiz. Endi ushbu audio bo'yicha ikkinchi savol. Записаться к стоматологу можно. Stomatologga haftaning qaysi kuni yozilsa bo'lar ekan? На вторник. Seshanba kuniga. Chunki audioda на вторник degan gap bor. Ikkinchi audiomiz. Внимание! Прививку от гриппа можно сделать на втором этаже в кабинете 12. При себе иметь паспорт и полис. Diqqat! Grippga emlashni ikkinchi qavatdagi 12-xonada olish mumkin. O'zingiz bilan pasportingiz va polisingiz bo'lsin. Savol. Вы можете услышать это объявление, bu e'lonni qayerda eshitsangiz bo'ladi? To'g'ri javob в поликлинике. Poliklinikada. Для прививки нужно иметь, emlash olish uchun nima o'zingiz bilan bo'lishi kerak? Qanday hujjat? To'g'ri javob pasport. Чтение bo'limi. O'qish. Осторожно, опасная зона. Сход снега. Ehtiyot bo'ling, xavfli hudud, qor ko'chishi. Bunday e'lonni qayerda ko'rishimiz mumkin? На улице. Ko'chada. Меня зовут Лена. На прошлой неделе у меня был отпуск. Mening ismim Lena. O'tgan hafta menda ta'til edi. Мы с друзьями были в Туле. Biz o'rtoqlarim bilan Tulada bo'ldik. Tula shahrida. На улице было холодно, и мы ходили в музей. Ko'cha sovuq edi, biz shuning uchun muzeyga bordik. Endi savol. На прошлой неделе Лена была. O'tgan hafta Lena qayerda edi? To'g'ri javob в музее. Muzeyda bo'ldi. Письмо, yozuv bo'limi. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Matnni o'qib tushirib qoldirilgan so'zni kiriting. Рустам Тургунов уже 5 лет работает механиком. Рустам Тургунов 5 yildan beri mexanik bo'lib ishlaydi. На прошлой неделе ему предложили должность главного механика. O'tgan hafta unga bosh mexanika lavozimini taklif qilishdi. Endi vazifa. Впишите нужное слово в его заявление. Uning arizasiga kerakli so'zni kiriting.
Прошу принять меня на работу на должность механика с 20 октября 25 года. Главного so'zini mana shu yerga kichkina harf bilan yozamiz, mana shuni. Bosh mexanik. Главного bu yerda bosh deb tarjima qilinadi. Bosh mexanik. Agar siz patent imtihoniga yaqin kunlarda bormoqchi bo'lsangiz, albatta ushbu patent imtihon javoblari qo'llanmamni xarid qiling. Bu qo'llanmada barcha 2026-yilda yangilangan 16 ta variant, ya'ni 352 ta savol ruscha, o'zbekcha qilib javoblari bilan berilgan. Bu qo'llanmani qo'lga kiritsangiz, siz o'zingiz mustaqil, hech kimni yordamisiz imtihonga tayyorlanishingiz mumkin. Qo'llanmani qo'lga kiritgach, birinchi sahifasini ochasiz, QR kodni skaner qilib, ushbu savollarni qayta ishlasa bo'ladigan yopiq kanalga ham bepul qo'shilasiz. Qo'llanmani O'zbekistonda bo'lsangiz, Uzum marketdan patent imtihon javoblari deb qidiring. Rossiyada bo'lsangiz, ushbu raqamga Telegram, WhatsApp yoki Max'dan patent imtihon javoblari deb yozing. Biz sizga qo'llanmani pochta orqali yetkazib beramiz. Лексика va grammatika bo'limi. В магазине посуды «Магия» я купил. Magiya deb nomlanuvchi idish-tovoqlar do'konidan men xarid qildim. Javob savolni shartini o'zida turibdi. Idish-tovoqlar do'koni. Bryuki, shim xarid qildim. Kravat xarid qildim. Chashka, finjon xarid qildim. Я купил чашку. Mana shu 3-variant. Чашку. Девятый вопрос. Tushib qoldirilgan so'z. Xaridorlar. В нашем магазине сегодня скидки. Bizning do'konimizda bugun chegirmalar ketyapti. Biz hurmatli deb aytishimiz kerak. Bu yerda 3 ta so'z ham hurmatli tarjima qilinadi, ammo mana shu to'g'ri keladi xaridorlar, ya'ni ko'plikdagi so'zga. Уважаемые. Tushunarli? Спроси у, когда мы пойдем на стадион. Dadangdan so'rab ko'rchi, biz stadionga qachon boramiz degan savol. U papy, mana bu yerga u qo'yilgan, biz shunchaki papy so'zini shu yerga yozamiz. Papy. Мы едем в магазин. Дома нет продуктов. Biz do'konga boryapmiz. Chunki uyda oziq-ovqat mahsulotlari yo'q. Chunki. Потому что. История России. Россия tarixi bo'limi. 1 мая в России отмечают. Rossiyada 1 mayda qaysi bayramni nishonlaydilar? Праздник весны и труда. Bahor va mehnat bayramini. В России находится город Екатеринбурg. Rossiyada ushbu 3 ta shahardan qaysi biri joylashgan? Екатеринбург. Великая Отечественная война началась. Ulug' Vatan urushi boshlandi. 22 iyun 1941-yil eslab qolamiz. Bu yerda 5-dekabr sanasi ham bor ekan shu yilda. 22 iyun 41-yil. Gagarin bu kosmonavt. Укажите флаг Российской Федерации. Rossiya Federatsiyasini bayrog'ini ko'rsating. Oq, ko'k, qizil. Основы законодательства Российской Федерации. Иностранный гражданин в Российской Федерации имеет право. Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarosi quyidagi huquqga ega. Свободно распоряжаться своими собственностями к труду.
o'z mehnat qobiliyatlaridan erkin foydalanish huquqiga ega ekan. Иностранный гражданин в Российской Федерации обязан Rossiya Federatsiyasidagi chet el fuqarosi quyidagini bajarishi shart. Заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. Tarixiy va madaniy meros saqlanishi uchun g'amxo'rlik qilishga majbur ekan. В комплект документов для оформления патента иностранному гражданину в России не входит. Mana shu savol deyarli yangilangan barcha 5 ta variantida ham bor va javoblari har xil bo'lyapti. Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarosiga patent rasmiylashtirish hujjatlari to'plamiga kirmaydi. Договор социального найма, ijtimoiy ijara shartnomasi. Временно пребывающий на территории Российской Федерации иностранный гражданин должен выехать из страны. Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtincha yashayotgan chet el fuqarosi davlatdan chiqib ketishi shart. Qachon? По истечении срока действия визы. Viza amal qilish muddati tugagach. К наказаниям за нарушение правил миграционного учета относят migratsiya hisobi qoidalarini buzganlik uchun jazolar qatoriga kiradi. Administrativный штраф, ma'muriy jarima. E'tibor bering, bu yerda administrativный arest ham bor, administrativное приостановление деятельности ham bor. Ammo shtrafni eslab qolamiz. Shtraf, jarima, ma'muriy jarima. Отсутствие у иностранного гражданина документов, подтверждающих право на пребывание, влечет административный арест и дисквалификацию. Верно ли это утверждение? Chet el fuqarosida yashash huquqini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasligi ma'muriy qamoq va diskvalifikatsiyaga olib keladi. Bu tasdiq to'g'rimi? Neverno, noto'g'ri javobini belgilaymiz. Video darslik foydali bo'lgan bo'lsa, albatta meni mehnatimni like tugmasi bilan baholang. Sizlar bilan ustoz Aziza Azamatova bo'ldi. Keyingi video darslikda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.